Salom obunajonlar. Bugun sizlar bilan bitta mod bilan tanishamiz va o'sha moddagi maxluqlarni qanday o'ldirishni o'rgataman. Qani boshladik. Mana shunaqa titanlar bor. Juda ham xavfli va gavdali va xavfli yanada. U juda ham kuchli, oddiy zombilardan ko'ra kuchli, lekin uni keyinroq ko'rsatamiz. Undan avval skelet haqida gapiramiz. Lekin undan avval yaxshilab qarang, juda ham baquvvat. Mana keldi, xo'sh. Mana skeletni qo'ydim. Nima qilishingiz kerak? Mana qayiqni o'tkazib qo'yishingiz kerak, Kel, kelyapman. Yaramas, kelyapman. Qayiqqa o'tirish kerak-da, shu kamonchi. Mana o'tirdi. Xo'sh, o'tishni nima qilish kerak? Avval qalqonga kelasiz, orqasiga keyin esa mana shunday ahvolga bo'ladi. Ba'zida ochish mumkin, lekin yaqinroq kelishingiz kerak. Kelsa umuman kamon ochsa ham tagingizga bo'la qo'yishingiz kerak. Tagiga o'tmaslik kerak. Ana obunajonlar, sizga kamon palmon ham otmaydi. Juda ham yaxshi o'ylangan. Lekin bu 100% o'tirsang, 100% o'ldirmoqchi bo'lsangiz mana shunday qiladi. Yaramas. Voh. Shuning uchun orqasiga turib o'ldirishingiz mumkin. Mana skelet titani shunaqa qilib o'ldirishi mumkin. Juda ham ajoyib taktika. Hamma ham qila olishi mumkin. Oddiygina qayiqqa yasasangiz bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Onajon. Lekin uni tagiga turib o'ldirmanglar, iltimos. Tekis yerdami qilsangiz bo'ladi. Hech qachon orqasiga o'lsangiz bo'ladi. Mana juda ham ko'p qilich sinishi mumkin, lekin uning mukofoti juda ham lekin ixtiyor bilan qaytadan tiklanishi mumkin. Kelsa sizni yetarib yurishi mumkin. Qalqon qilib turing va yana qaytadan o'ldirasiz. Va o'lsagina yetarib yurishi mumkin. Potlaydi-da. Ana ovozini eshitdingiz. Mayli. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. O'sha skelet juda ham xavfli. U jag'li chiqsa 3 tadan 10 tadan o'q otishi mumkin, ketma-ket. Yo jag'i chiqmagan holatda otsa bitta otishi mumkin. Juda ham xavfli skelet. Oddiy skeletlardan ko'ra zarbasi juda ham 10 ta jonni olishi mumkin. Kelsa qoziq tishlarmi va yelkasiga o'q tegmaslik uchun narsalar qo'yilgan. Va kamonni qo'li bilan ushlamaydi. Qotilgan qo'liga, chap qo'ligami, o'ng qo'ligami qotilgan. Keyingisi zombi, hamma kutgan zombi. Keyin oxiriga chiqmoqchi edim, lekin mening sabrim yetmadi. Mayli, zombi. Endi bugun sen bilan gapiramiz. O'sha zombi juda ham xavfli. Qayiqqa o'tirsa ham, lekin maxluqchalarni ham cho'qoladi. Masalan, zombilarni cho'qoladi. Lekin u vaqtinchalikka cho'qoladi-da, yer ostida vaqtinchalik. Lekin ularni qayiq bilan o'ldirib ham bo'lmaydi. O'tiradi, lekin qayiq bilan o'ldirib bo'lmaydi. Shuning uchun bitta taktika qilishingiz kerak. Lekin juda ham oddiy zombidan kuchliroq o'sha narsa. Xo'p. Endi boshladik. Sizga albatta lava kerak. Lava yagona uni o'ldiradigan narsa va hozir vishtagini taxlab olsam. Mana vishtagini taxlab oldik. Endi qayiq yasaymiz. Bitta qayiq yasab oldik. Endi esa lava olamiz. Lava bilan nima qilsa bo'ladi desangiz, hozir o'zingiz ko'rasiz. Oltin olmani yeyman. Keyin esa uni kuchini ham ko'rasiz, meni kuchimni ham ko'rasiz. Qani kel, ahmoqvoy. Kel. Mana shu tekis yerda qilishingiz kerak. Kelsa darrov kelib uni o'ldirishga harakat qilmang. Chunki o'kilib sizni joyingizni to'kib yuborishi mumkin va sizni uchirib yuborishi mumkin. Hozir ana xuddi shunaqa. Lekin
shunaqa kuchli kiyim ham kiyganmiz shunday. Mana u vaqtinchalik chiqqan zombilar. Yer ostidan chiqqan zombilar. Vaqtinchalik. O'zi ham bu ham kun to'pda. Siz nima qilasiz? Darvogina yaqinroq joyga borasiz va tepaga chiqasiz. Juda ham tepaga bo'lsinki, uni ovozi sizni yetarli bo'lmasin. Va kelasiz. Va yana balandroq. Xo'sh, yana kelasiz, yana kelaverasiz. Keyin uni ustiga lavani to'kasiz. Nima uchun kerak desangiz, uni o'ldirish uchun. Mana shunaqa. Masalan, toshdan, masalan boshqa narsadan qilishingiz mumkin. Lava to'kib va tushmang. Lava to'king, lekin tushmang. Tushsangiz o'zingizdan ko'ring. Men esa xato qilib tushgan edim. Masalan. Lekin tushsangiz agar bitta toshdanmi, taxtadanmi boshqa joyga minora yasab qo'ying. Ana zombi ham o'ladi. Ko'ribsiz. Ana lava zombini ko'taryapti. Juda samarali, juda ham yaxshi. Lekin uni ichiga sovg'alar chiqsa mumkin. Va yondirib yuborish mumkin-da lava. Lekin bu nima uchun kerak desangiz, shunchaki o'ldirish uchun. Bolalarni o'rtoqlaringizni taktikangizni ko'rsatishingiz mumkin. Ha, yanimizga yo'qolib berdi. Hozir zombi ham o'ladi. Ha. Juda ham o'ko'z ham yaxshi. Yana so'g'i chalani cho'qidi. Ha, mayli o'lsamiz, nima senga? Yana. Endi zombi o'lgan. O'libdi. Ana sovg'alar chiqdi. Ba'zi is bersa mumkin, ba'zi is bermasligi ham mumkin. Ha, mayli. Endi keyingisiga o'tsak bo'laydi. Mana bu oddiy zombi emas. Juda ham botqoqdagi zombi. Titan. Uning so'gitlari ham yo'q, lekin juda ham kuchli. Ajoyib. Va u balki minoraga chiqsa mumkin. Bloklarni sindirsa mumkin. Faqat taxtadan yasalgan bloklarni sindirsa mumkin. Va barglarni ham sindiradi. Lekin betonni sindirmaydi. Lekin betonga chiqa olishi mumkin. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Betonga chiqa oladi tepaga. Juda ham xavfli. Faqat musht bilan urib o'ldiradi va tepaga sakrab ustingizga tushishi mumkin. Hozir mana, bitta voy bu yoqqa kel. Ha. Lekin siz urib yetarli bo'lsangiz mumkin. Juda ham yaxshi. Lekin siz edamasdan qarab o'tirsangiz, holingizga maymunlar yig'laydi. Ha. Ba'zidan chiqa olmasligi ham mumkin, lekin albatta chiqadi. Agar siz ozgina so'g'irsangiz. Va mana shunaqa tushiradi sizda. Keyin o'zi ham tushadi. Va jang qilishingiz to'g'ri keladi. Yakka. Juda ham ajoyib bo'laydi, lekin har kun o'ynaydigan akalamizga umuman to'g'ri kelmaydi o'sha narsaga. Shuning uchun hamma jang qilmoqchi edi-yu, lekin men qochib qolishim mumkin. Va shunda taktika kerak emas bizga. Bizga nima kerak? Uni yengish uchun albatta ko'rsataman. Mana siz qayiq bilan tepaga chiqqansiz. Zombi kelyapti. Avval sizga olti olma bo'lsa, mayli, chelak bo'lsa undan yaxshi edi. Mana u keladi, keyin shunday ahvolga tushadi. Birodagina orqasiga xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. O'ldirish mumkin. Yuzma-yuz demoqchi bo'lsangiz, sizni uradi. Juda ham qattiq uradi obanajolar. Shuning uchun Shuning uchun uni orqasiga ishtonni ketdi. Lekin juda ham samarali, juda ham yaxshi taktika. Endi o'lsak ham bo'ladi. Mana. Hech narsa qila olmaysa, lekin mana yiqildim. Lekin ehtiyot bilan juda ham uzoqqa boring. Mana oxirgi jonimiz shunaqa qiladi. Keyin xohlagancha yana urib bersangiz bo'ladi. Uraverasiz. Uni joni ozgina bo'lsa ham kamroq. Titan zombilardan ko'ra. Mana.
hozir yana ko'proq o'lish kerak deyman. Mana jag'il chiqdi. Endi yana ko'proq o'lishingiz kerak. Juda ham ko'p o'lishingiz kerak. O'shanga aytaman. Juda ham samimli, juda ham yaxshi narsa. Juda ham yaxshi. Bu uzoqqa o'lsangiz ham bo'laveradi. Kecha o'ladi. Olovchana paydo qiladi va sovg'a olsangiz bo'ladi. Juda ham samimli, juda ham yaxshi narsa. Endi keyingisiga o'tsak ham bo'ladi. Mana endi bu yoqqa qarang. Juda ham xavfli, juda ham xavfli nayzali suv osti zombisi dengizlarga va suv bor joylarga, qorong'u joylarga chiqadi. Juda ham xavfli. Ha, bitta narsa aytib qo'yay. U avvalgi oddiy zombidek, u ham sovgachalar ham chiqaradi yer ostidan. U olovga qo'rqmaydi, zombilar ham qo'rqmaydi. O'zi paydo qilgan zombilarni. Lekin qayiqqa o'tilishi mumkin. Lekin zombilar xalq beradi. Biz unda nima qilsak bo'ladi desangiz, men shuni bilaman. Hozir videodan keyin ko'rsataman. Harki men uni yenga olmagan. Juda ham xavfli zombi. Hammayli boshladik unda. Mana keldik. Endi oltin olmani yeymiz va uni jangga chaqiramiz. Uni avval qayiq yasaymiz. Chunki qayiq eng asosiy narsa. Bitta qayiq yasab olamiz va hujumga ketamiz. Qanaqa sovuq bo'lsangiz farqi yo'q. O'sha qayiq kerak abazati sizga. O'sha bilan o'ldisiz. Mana. Ko'rdingizmi? Juda uzoqqa otishi mumkin. O'zi kelmaydi lekin emas. Lekin juda ham yaqin bo'lsangiz, u sizni qo'li bilan o'ldirmoqchi bo'ladi. Hozir men kelolmayapman. Juda ham uzoqqalik qilyapti. Mana sovgachalar ham chaqirdi. Ungacha borsangiz bo'ladi. Mana shuni aylama borish borku juda ham xavfli, lekin samarali narsa. Juda ham zo'r narsa. Endi qayiqni o'tkazishingiz mumkin. Shuning uchun bo'lonjalar shu maxluqni qayiqqa o'tkazish kerak. Lekin meni o'ldiryapti, jonimga tegdi-da. Juda ham xavfli bo'ldi. Mayli. Kelib uni yana takror shu ishni qilmang, iltimos. Mana bu ishni, mana bitta urasiz, ikkita urasiz, keyin sizni o'kirib, mana bu maxluq o'kirib sizni yetaveradi. Mana shunaqa bo'ldi. Endi siz qochmaysiz, xo'tamang. Lekin bu qilgan ishingiz noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun hozir biz blokdan olishimiz kerak. Masalan, mayli. Yana keldik, ajoyib lava topib oldim. Bitta joylariga men qidirishga ketdim lavaga. Mana bitta bola, tuzuyor ekan. Mayli, ularni o'ldamiz. Bittasi nayzasi bor, nayzasi yo'q-ku. Men ichidan qidib keldim. Yana o'lkada tezroq chiqsin kerak. Mana e'tibor qilganingizdek, men chiqaman. Juda ham baland qilishimiz kerak. Nima uchun deysizmi? Urkilsa bizni yetib boradi. Shuning uchun jonimiz ham ketadi. Shuning uchun ancha balandroq qilishimiz kerak. Keyin esa bu ortiqcha bo'lmaydi, keldik, to'g'rilab qo'yishimiz kerak, bu narsa ortiqcha bo'ldi. Mayli. Ortiqcha bo'ldi. Hozir ko'rsataman. Mana lavani avvalgidek to'kamiz, bo'ldi. Endi pastga tushamiz. Mening xatoimni takrorlasangiz ham mayli. Yana meni o'lchab qo'yamiz. Onajon. Nayzasi bor ekan. O'sha maxluqqa vaqtinchalik telekular, vaqtinchalik. Yana o'likka aylanadi mana. Keyin maxluq ham o'ladi. Mana o'ldi ham. Lekin narsalar bilan yonib ketdi-yu, ilamang. Chunki uni o'ldingiz va shu ishni qila oldingiz. Keyingi abad botqoq maxluqi, lekin boshqacharog'idan. U juda ham kuchli, bu ham shunaqa xususiyatga ega. Qanaqa xususiyat? Bu tomga chiqish, sakrashlar bilan. Lekin u bitta qo'rquviyati bor.
uni ursangiz sizni kasal qiladi sizni. Nima edi zaharlaysiz. Keyin u zaharli go'shtni ham otadi. O'sha go'shtni otadi rostdan. O'z nima edi? Ko'zmi? Yo'q. Go'shtni otadi. Hozir sinab ko'ramiz. U qanday qobiliyatni ishlatar ekan. Xo'sh. Maxluq shu yerdami? Mana. Nima narsa otyapti. Xo'sh. Nima otmoqchisan? Onajon, rostdan kesatan mayda zaharlandim. Omonajonlar, men haq ekanman. O'z zaharli go'sht otar ekan. O'z go'shtini otar ekan. Bu bana skeletga aylanmasa bo'ladi. Mayli. Avval qochishimiz kerak, do'zoq. Qayiq ham yasashim kerak. Mana allaqachon sizlarga qilib qo'ydim. Opa. Oltinni olmaymiz ha. Bitta narsani ko'rsataman obunajonlar. Siz pastga tushib kelib o'lmang, iltimos. Chunki o'sha maxluqning yana bitta qobiliyati bor. Hozir ko'rsataman. Mana bitta o'lsam shuncha kilsata. Yana kilsata endi nima edi? Narsaga chiqib turadi bitta chetiga. Shuncha yana tepaga chiqasiz va yana lavani qo'shasiz. Qo'shasiz. Albatta qo'yasiz. Mayli. Lavani to'kamiz. Mana kishamga lava bor edi. Lava to'g'ri tushishni bilishingiz kerak. Chunki noto'g'ri tushsa, u yana qochib qoladi. Ularning joni tez tiklanadi. Shuning uchun lavani qo'shamiz. To'kamiz albatta. Tushamiz va tomosha qilamiz. Juda ham samolyotli, juda ham yaxshi ishlaydigan narsa. Juda ham yaxshi ishlaydi o'sha taktika. Juda ham yaxshi ishlaydi. 100% uni o'ldiradi. Titanlarni o'ldiradigan narsa ham shu. Lekin siz qochishingiz kerak ham. Baribir o'sha narsani otadi. Va tepaga do'shingiz kerak. Ya pastga o'zingizni qumishingiz kerak. Mana qarang, o'ldi, tamom. O'ldi. Narsalar bilan yonib ketdi. Mayli. Like va obuna bosib qo'y, iltimos sizlardan. Iltimos. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Mana keldik. Onajon. Nima bo'ldi? Mana yig'loq nima edi? Isming ha? Men yo'qol bo'ldim. Yo'qol. Onajon. Zo'r qaytadim. Yo'qol. O'zim men zo'r kelgan bo'lsam, shuni topib, ha? Yo'qol. Qolyapman. Onajon. Sal qoldim, mayli. Qani yo'qol bo'ldim. Vijonimni buzyapsan. Yo'qol. Yo'qoldim. Men bularni qanday o'ldirishni aytaman, lekin uning qo'liga oltin bersangiz, sizlarga stak narsa beradi. Juda ham yaxshi narsa bu. Vijon ketyapti o'zi ham. Juda ham yaxshi narsa. Ajoyib, zo'r. Unga ham qo'liga bersangiz mumkin. Ana. Ko'rdingizmi? Yaxshi narsa beradi. Juda ham rasvo narsa bermaydi. Oddiy cho'chqalardan ko'ra. Obunajonlar, shu video qilyapman. Yana qanaqa video chiqarsa mumkin? Qanday o'ldirishni hozir aytaman. Ularni xohlasangiz yondirib, xohlasangiz qayiqqa o'tkazib o'ldirishingiz ham mumkin. Boshqa narsa qila olmaysiz. Ularni yondirib, lava bilan yondirib o'ldirsangiz bo'ladi. Juda ham oson. Juda ham oson. Masalan, lavani qayerga to'ksam bo'lar ekan. Ana, ko'rdingizmi? Juda ham oson ularni o'ldirish. Juda ham oson. Sizga faqat tillodan yasalgan kiyim kerak xolos. Mana sizga qo'yasiz. Keyin uzoqroq ketasiz. Mana u o'lyapti. Va o'zingizga vazifa bajarildi. YouTube'ga kanal ochganlar birinchi videoga shunaqa video qo'shsangiz ham bo'ladi.
endi bu titanga o'lchak. Bu titan qora skelet, ikkita qilichli. Uni qobiliyatlari regeneratsiya ham ajoyib. Keyin esa u qayiqqa umuman o'tmaydi. Ha, mana umuman o'tmaydi. Bundan keyin nima qilish kerak, onajonlar? Va onajon. Ha, mayli. Sujoga bitta o'ycha qilib olasiz. Tomon yopiq bo'lishi kerak. Shunaqa o'ycha olasiz. Shunaqa o'ycha yasaysiz. Keyinsa ura berasiz. U sizga o'z zarbasini bermaydi. Ha, xohlagacha kayf onajon. Uni begonani o'dirib qo'ydim. Juda ham yaxshi, foydali o'sha narsa. Boshqa titanlarga boshqa titanlarga ishlaydi demoqchiman. Ha, boshqa titanlarga ishlaydi. Voy onajon. U ham o'lishdan oldin potlaydi. Ha, juda ham xavfli. Aya, bitta narsani aytib qo'yay. Uni joni kam bo'lsa, o'tinizidek o'z kallasini otadi. Ha, kalla basharali narsani otadi. Uni men o'rayapman. Ha, nima chotmayapti desangiz, ko'chaga o'lsangiz otadi. Mana o'ldi. Narsa 32 ta ko'mir, 31 ta suyak. Juda ham yaxshi narsa. Polisingiz uchun ham mos. Xo'p. Juda ham ajoyib, ha? Endi keyingisiga o'tsak bo'laveradi. Men undan avval bu qanday yasalganini ko'rsataman. Mana juda ham oq skeletga o'xshaydi, lekin ikkita qilichi bor va kasal qiladigan chiritma kasalligini o'sha juda ham xavfli ikkita qilichli maxluq. Ha, maxluq titan deb ham ayta oladi. Juda ham xavfli. O'z o'toqlari bilan o'sib ham ketishi mumkin. Agar unga hujum qilmasa, juda ham xavfli. Uni regeneratsiyasi, jag'i chiqsa, o'kilsa mumkin. Yo jag'i chiqsa, o'z kallasini otadi. O'ta nezir kabi. Ha. U juda ham xavfli. Ikkita qilichini qarang, juda ham xavfli. Shunaqa kuchuk chiqadi, ha. U siz borku qo'liga o'rgatishingiz mumkin. Mana shu yer o'tishlarni ko'rdingizmi? U ustiga minib, xohlagacha yursingiz mumkin. Ha. Yomon modlar orasida yaxshilar ham bo'ladi. Masalan, yaxshi titan va yomon titanlar ham bo'ladi. O'rgimchakda o'lsangiz, u sizni himoya qiladi. Bittada tishlab oladi. Jonni ham to'ldirisingiz mumkin. Ovqat va boshqalar qarang tishini. Hamayla molni o'zingiz xohlagan bilan ursa oladi. Xuddi oddiy it kabi. Ha. Lekin shunaqa itlarni topish azob. Ha, obunajonlar. Shunaqa itlarni topish juda ham azob. Yo Amazonkaga yoki o'rmonlarga uchraydi. Ko'pincha shunaqa joylarga o'chamaydi. Ko'pincha zombilar uchraydi. Melib hujum qilishingiz mumkin. Tog'idan urib, uni qonidan to'ldirsangiz bo'ladi. Ha, u hujum qilsa go'shtni bermaydi. Ya agar berib qolsa, uni qoni to'q bo'ladi. Ha. Juda ham yaxshi narsa. Unga hatto sovuq ham kiydirib bo'ladi desangiz, yo'q, adashdingiz. Unga kiydirib bo'lmaydi. Endi yabat mushukka. Mushuk ham yaxshi narsa. U ham hujum qilishi mumkin va o'tkazib, yotqizib ham bo'ladi. Juda ham yaxshi. Lekin itdan kabi tez emas lekin. Ana qo'lga o'rganda. Emildik. U ham xohlagisi bilan ursa oladi, lekin kirib ko'rsa qochadi mushukka. Chunki eng katta mushuk bilan gapirib bilmaydi. Men uni o'lsam, u ham tezga hujum qiladi. Ha. Uni tuzog'ini ham ko'rdingiz. U ko'proq yavguraga o'xshaydi. Ana tez itdan ancha tez. Voy onajon, sizga tushib qoldim, mayli. Yomon titanlar ham bor, yaxshi titanlar ham bor. Juda ham yoqimtoy kuchuk, lekin juda ham katta. Bo'li bo'lsa kuchukka o'xshaydi. Mana bu yotib olgan qopolonchaga o'xshaydi, ha. Juda ham yoqimtoy, juda ham yaxshi, ajoyib. Xuddi mushuk kattagina mushukni egasi deyman.
mana kuchi ham juda ham yaxshi. Yaxshi hujum qiladi. Ularni ko'paytirib ham bo'ladi. Lekin bir-birini topish kerak. Masalan, Gollemga qaytsak, juda ham yaxshi Gollem. U xohlagan bilan jang qiladi. Oddiy Gollemdan ko'ra su Gollem yaxshiroq, chunki hujum qilishi ajoyib. Qo'li oshilib va urib, zanjirdek uradi-da, juda ham ajoyib. Oddiy Gollemdan ko'ra u qo'lga o'rgatib bo'ladi, ha. To'g'ri obunachilar, qo'lga o'rgatib bo'ladi. Xo'p. Mayli, kim o'sib bo'lar ekan? Boshqa titan zombi bilan ham o'sib ketishi mumkin. Albatta Gollem yutadi, chunki zombilarni bittasini dabdasini chiqaradi, 10 tasini o'ldirishi mumkin bitta Gollem. Mana ko'ringiz. Bitta xil zombi titan bo'lmaydi. Ikki xil zombi titan bo'ladi. Bittasi Zetel basharali, bittasi Steve basharali zombi bo'ladi. Ha. Qanday hujumlar, obunajonlar. Shunaqa Gollemni xohlaysizmi? Chunki eng katta qishloqqa bo'ladi, ha. Tur. Videoni buzyapsan. Ha, yaxshi. Hujum qil. Voh, darvogina sapolonni berdi. Ha. Juda ham xavfli Gollem. Qishloqlarga topsangiz bo'ladi. Faqat 10% chiqishi mumkin, 100% emas. Yana qanaqa qilib qo'lga o'rgatib bo'ladi desangiz, hozir qarang. Juda ham zo'r, ajoyib. Qomatlari qarang va qo'llariga qarang. O'tlari ham osilib yotadi. Ko'ryapsizmi? Qo'li ajoyib yaxshi ekan. Shunaqa Gollem bo'lganda xohlagasi bilan jang qilar edim. Masalan, qaloqchi Zetelar. Nima edi? Ismi nima edi? Mayli. Unutamiz. U juda ham ko'p temir xohlaydi. Juda ham ko'p temir yeydi. Gollem, tezgina ekan, mayli. Juda ham ko'p temir yeydi. Lekin yegan zahoti vazifasini bajaradi. Biz unga hattoki uni ustidan o'ta olishimiz ham mumkin. Hozir ko'rsataman. Gul berdi men bizga. Ana. Uni joni juda ham ko'p. Mana shuncha joni. Oddiy robotlardan ko'ra u juda ham ko'p joni bor va yaxshigina ura oladi. Yan gul berdi qo'ydi. Qo'lqa ajoyib. Xohlagan bilan jang qilishingiz mumkin. Yoqmagan o'yinchini bilan urishtirib qo'yishingiz ham mumkin. Gollem bilan. Kimni ursam, masalan, cho'chqani ursam, u hujum qiladi. Mana. Ko'rsatma hujum qiladi. Juda ham ajoyib va juda ham ajoyib. Lekin Zetelni urib ko'rmang, chunki qo'lga o'rgatsangiz ham Zetelni ursangiz sizga hujum qiladi. Shuning uchun Zeteldan uzoqroq yuring. Va tezlik sakrasi nima edi? Mana u hattoki sakra olishi mumkin. Ha. Ko'rsatma. U ham sakra oladi. U xuddi oddiy ot kabi. Mana ko'ryapsizmi? Tezligiga qarasak, tezlik oddiy Gollemlardagiyu, lekin ulardan ozgina tez yuradi, ha. Masalan, maxluqni ko'rsa tezlashadi, ha. U hali bloklarni buza oladi, mana. Taxta bloklarni ham buza oladi. Faqat hujum qilgani. Hozir barakalarni buza oladi xolos. Mayli. Yana bitta xususiyat ham bor. Ishlab olaychi, mayli. Lekin eng ajoyib Gollem menga yoqdi. Sizlargacha Gollem yoqadimi? Bolalar, u hali o'tib oladi, qarang. Oyoqdagi magnetlariga qarang. U magnetdan yasalgan ekan, mana. Oyoqlari ko'rsizmi? Magnetdan yasalgan. Qo'yi, o'tirish joyi yaxshi. Xodon egasiga xursandchilik olib kelish uchun gul berar ekan. O'tirsaga bo'lay. O'tkazib kechasizlar. Keyingisi Creeper juda ham xavfli mavjudot. U bilan nima edi? Qayiqqa o'tkazib bo'lmaydi. Masalan, hozir deb ko'ramizlar. Mana bildiryapman, lekin unga hech narsa bo'lmayapti. O'tirmabdi.
Demak, shu narsa ishlamaydi. Ha. Kirpi qayoqqa o'tira olmaydi. Kichik kirpilar esa o'tirishi mumkin. Endi sinab ko'rish vaqti keldi. Osiljon, siz restorandaman. Hozir o'zgaman hozir. 1 minut. Mana bo'ldi. Xo'sh, qanaqa hujum qilar ekan? Kelyapti. Xo'sh, potlaysan ip. Tishlar ekan. Xo'sh, qochamiz. Ona sakra ekan. Sakra poltirtar ekan. Yaxshi hujum ham mayli. Avvaliga teraktimizni qilamiz. Onajon, bo'ldi, mitti boylarini poltiratar ekan. Onajon, tirik qolish umuman mumkin emas. Ha. Juda ham xavfli ekan. Juda ham. Mayli. Xo'p, onajonlar, videomiz shundan iborat edi. O'sha kirpini o'zingiz xohlasangiz qopqon qo'yib o'ldirsangiz mumkin, yo lava to'kib o'ldirishingiz mumkin, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Agar bitta narsani unutib qolibman-ku, mana cho'ldagi zombi. Cho'ldagi zombi juda ham xavfli. Ha, u oddiy zombidan ko'ra u maxluqlari yo'q. Ha, uning maxluqchalari yo'q. Yo'q, bor, ha. O'sha maxluqchalari bor. O'sha oddiy zombidan ko'ra u ancha joni ko'proq, ha. Uni qanday qilib o'ldirib bo'ladi? Masalan, boshqa narsalar bilan o'ldirib bo'ladi. Avvaliga taktasi bilan o'ldirib bo'ladi, ha. Oltin olmani yeymiz va qayg'ini qo'yamiz. Hozir tuzoq kelsin va kirpib, mayli. Lekin aytib qo'yay, qanaqadir noto'g'ri joylarga, chuqur joylarga qo'ysangiz, qayg'ini agar o'tilsa ham ehtiyot bo'ling. Lava to'ksangiz, o'sha bitta joyga tushib qoladi chuqurga, lavaga chiqib qoladi va sizni o'ldirishi mumkin. Shuning uchun xatoni takrorlamang. Mana bitta narsani unutib qo'yibman, yo'qol, o'zim men bitta sedanni qo'shib yuboraman. Bola. Endi biz tepaga chiqamiz. Hop, onajon. Agar ko'rishini hisobga olmabman-ku, mayli. Qani bil. Juda ham balandroq chiqishimiz kerak. Ha. Mana, ko'rasiz. Juda ham ko'p uzoqqa bormasangiz ham bo'laveradi. Lekin balandroq minora qo'yishingiz kerak. Ana. Yana o'kirdi. Demak, yana ozgina teparoq bo'lish kerak. Mana ozgina zombi chiqibdi. Mayli. Yana chiqolsa g'oyib bo'lsa-da, mana ko'ringiz g'oyib bo'lganini. Xo'p, endi yana kelamiz. Ana zombi. Xo'sh, nima qila olasan zombi, ha? Endi ustingga lavani cho'miltiraman. Ha, lavani cho'miltiraman. Mazza qilasan. Endi lavani qo'shamiz-da. Ha. Lekin ba'zida o'xshamasligi ham mumkin. 100% ishlaydi, lekin tekis yerlarda. Hozir kirib potlagan joyiga aniq chiqib olishi mumkin. Ha, 100% chiqib olishi mumkin. Shuning uchun tavakkal qilyapman. Ha. Aytib qo'yay, juda ham xavfli oddiy o'yinchilarga, endi boshlagan Minecraftchilarga u traktor ana aytdimmi? Yo'q. Ana chiqib oldi. Shuning uchun chuqur joyga qilmasligingiz kerak. Chuqur past joylarga qilmasligingiz kerak. Faqat tekis yerga ishlaydi. O'sha taktika kelmayaptimi? U qayiq bizga kerak. Voy, mitti boylar. Yo'qoldapan. Arqamga quvsabdimi? Quvibdi. Yo'qmas. Voh. Mayli. Uni qanday o'ldirish sirlarini o'rgatdim. Xuddi oddiy zombi kabi. Oddiy zombini qana qilib qayiqqa o'tkazib o'ldirasiz, xuddi shunday, lekin ustiga lavani cho'mitishingiz kerak. Tezgirli. Mayli. Men yana o'tdi. Endi hozir zombini o'ldirib tepalarga chiqishim kerak hozir. Hozir jonimga tegdi. Mana bu zombi jonimga tegdi.
yo'qol lapa jonimga tegdingiz. Tezroq chiqamiz. Hop. Qani. Ha. Mana hali chiqmaganligimi? Mana chiqa olamiz. Mana chiqdim. Endi lavani olamiz, endi bu yerda to'kamiz. Ha. Lekin to'g'ri uni ustiga to'kish kerak. Yo ustiga to'ka olmasangiz, demak zombi o'lmaydi. Shunchaki ozod bo'ladi qaytadan. Zombi men yonib ketaman deb aytmaydi o'z-o'ziga. Qamaydi. Bizga umuman farqi yo'q. Yana bitta blok kerak. Xo'sh, mana bu blokni olamiz. Olamiz. Endi yana sujaga qo'yamiz. Qo'yamiz. Mana. Endi hali yana bitta blok kerak ekan. Hozir olishimiz kerak. Mana buni buzib qo'yamiz. Buzamiz. Mana buzdik. Endi bu blokka qo'yamiz. Mana qo'ydik. Endi esa lavani to'kamiz. Mana lavani to'kdik. Endi tomosha qilamiz. Sujaga tomosha qilamiz. Shu ishni qilib bo'lgach, hech qachon tepalikka tushmang. Agar zombi sizni tutib olishi mumkin. Iloji bo'lsa toshdan taqlasangiz kerak minorani. Taxtadan emas, taxta yonib ketishi mumkin. Men hozir qilgan xatoyimni takrorlamang. Uni ustiga tushmabdi lava, voy onajon. Yo'qol lapan. Lava uni ustiga tushmagani yo'q ekan. Hammaydi. Jang qilish kerak yoki qayiqni o'tkazish kerak. Voy onajon, yo'q. Faqat meni o'ldirmanglar, iltimos. Meni o'ldirmanglar. Hammaydi. Oltin olmani yeb qo'yamiz. Tezroq qulay joyga boray. Tezroq. Hop, lava bo'lyapti. Xo'sh. Endi o'sha titan zombini kelsak, xo'sh. Titan zombi qani ekan? Qayerga ketdi? Qamaydi. U bilan o'shib kerakchi. Qani kel, oltin olmay yedim. Xo'sh, haloldan yuta olar ekansan. Men senga, men senga, mana. Men ikkita titan zombi. Ayyo, men qolaman lekin, qochish kerak, qochish. Sizlarga videom yoqdimi? Yoqsa like va obuna bosib qo'ying. Juda ham yaxshi, ajoyib video chiqqan. Juda ham ajoyib emas-ku, bilaveradi. Va mening taktikamni qilsang bo'ladi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi ishlaydigan taktika. Lekin o'zing to'g'ri qilishing kerak, to'g'ri qila olishing kerak. Hammayni sog' bo'ling, omon bo'ling, obunajonlar. Ko'rishguncha sog' bo'ling.